Kitob sadoqatli hamroh, eng yaqin do'st va bebaho boylik. Vatan, har bir inson kitob orqali hayotni mazmunan boyitishi mumkin. Aziz kitobsevar do'stlar, joriy yilning 21-aprelidan 27-apreliga qadar O'zbekiston Kitobxonlar yurti shiori ostidagi 5-Respublika kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tadi. Ana shu maqsadda Rishton tumani axborot kutubxona markazida ham kitobxonlik haftaligini ko'tarinki ruhda o'tkazish uchun bir qator qiziqarli tadbirlar rejalashtirilgan. Sizlar bilan birgalikda axborot kutubxona markazimizda yangi kitoblarning taqdimotlari, xotira kechalari, tumanimizning mashhur shoirlari bilan uchrashuvlar, adabiy musiqiy kechalar, zakovat bilimdonlar o'yini o'tkaziladi. Marhamat, kelinglar, bizning kutubxonamizda sizlarni kutib qolamiz. Zero kitob insonning eng yaqin do'sti, tafakkur xazinasidir.